Ba'zi bir faoliyat turlari bilan shug'ullanish uchun mazkur huquqni sizga taqdim qiluvchi hujjatga ega bo'lish kerak. Bu hujjat litsenziya deb ataladi. Ayrim faoliyatlar amaldagi qonunchilikka muvofiq litsenziyalanadi. Bu shuni anglatadiki, ular faqat davlatdan oldindan ruxsat olgandan keyingina shug'ullanishlari mumkin. Turli mamlakatlarda majburiy litsenziyalanishi kerak bo'lgan faoliyat turlarining ro'yxati har xil va bu davlatning amaldagi qonunchiligi bilan belgilanadi. Qoidaga ko'ra, bular ruxsatsiz bajarilishi fuqarolarga, xo'jalik yurituvchi subyektlarga yoki xalq xo'jaligiga jiddiy zarar yetkazishi yoki qonunchilikni buzgan holda yirik miqdorda daromad olishiga olib kelishi mumkin bo'lgan ishlardir. Litsenziyalarning ayrim turlari cheksiz muddatga amal qiladi. Faoliyat turiga qarab litsenziyani olish uchun hujjatlar Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali qabul qilinadi. Elektron shaklda taqdim etilgan hujjatlar tadbirkorlarning elektron raqamli imzosi bilan tasdiqlanadi. Litsenziyalarning ikki turi mavjud: namunaviy va yakka tartibda. Namunaviy yoki oddiy litsenziyalar jumlasiga cheklanmagan doiradagi yuridik va jismoniy shaxslarga beriladigan litsenziyalar kiradi. Agar ushbu shaxslar tegishli faoliyat turini amalga oshirishga nisbatan qo'yiladigan yagona shartlar va talablarga javob bersalar. Talabgorlarga alohida litsenziya talablari va shartlari asosida beriladigan faoliyatning muayyan turini amalga oshirishda litsenziyatlarga mutlaq huquqlarni taqdim etadigan litsenziyalar yakka tartibdagi litsenziyalar jumlasiga kiradi. Yakka tartibdagi litsenziyalarni berish qoida tariqasida tender asosida amalga oshiriladi. Yakka tartibdagi litsenziyalarni berish tartibi va shartlari, shu jumladan tenderlarni o'tkazish shartlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. Litsenziyaning amal qilishini to'xtatib turish uchun litsenziyalovchi organ tomonidan 13 kunidan ortiq bo'lmagan muddatda, sud tomonidan 13 kunidan ko'p bo'lgan muddatda amalga oshirilishi mumkin. Litsenziya talablari va shartlari buzilganligi aniqlanganda, litsenziyalovchi organning aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha chiqargan qarori litsenziya tomonidan bajarilmaganda, litsenziyaning amal qilishi to'xtatiladi.